Botir Qodirov javobgarlikka tortildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormang. Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan she'rlarini qo'shiq qilgani uchun Adliya vazirligiga shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin sadoiy taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlating borida, Omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalanilgani aniqlangan. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi 1-qismi bilan mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlari to'g'risidagi qonunning 65-moddasiga asosan mualliflik yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovon to'lanishi talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Olimov mualliflik huquqini buzgani uchun 170 million so'm jarimaga tortilgandi. Xonanda Avazbek Olimov Go'zal yorim she'rini shoiraning ruxsatsiz yillar davomida Sevar yorim nomi ostida o'zgartirib kuylab kelgan. Shundan so'ng shoira Mahliyo Ahrorova mualliflik huquqlari buzilgani uchun 200 million so'm ma'naviy zarar hamda 340 million so'm tovon puli talab qilib, sudga shikoyat kiritgan. Sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga javob faqat bizning kanalda. Bizni o'tkazib yubormang, like va obuna bo'lishni unutmang. Xayr.